Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun seshanba. Tövəndə edikdən xəbərlərimizin təfsilatı olsun. PBS to'rining 4-oktyabrdagi maqolasida ko'rsatilishicha, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik butkul jahonga ma'lum bo'lgan bugungi kunda Xitoy o'zining iflos qilmishlarini pardozlashdan hali ham voz kechmagan. Masalan, 9-oyning oxirida 17 davlatdan kelgan 22 muxbir Xitoy hukumatining o'rinlashtirish ostida Sharq Turkistondagi qaynoq bozorlarni ziyorat qilgan hamda aholilar bilan xurmo va tavuz haqida paranglashgan. Ondan ular Xitoyning davlat taratqusiga Sharq Turkistondagi jo'sh urib rivojlanayotgan iqtisodning o'zida cho'nqur ta'sir qoldirganligini bildirib, bu rayonni kultural, diniy va milliy ko'p xillikqa to'lgan deb tasvirlash bilan bir vaqtda G'arb taratqularning xabarlarini yolg'on yovdaq so'zlar deb ayiblagan. Amerika hukumatiga ko'ra, bu ziyorat Xitoyning xalqaroning o'zi to'g'risidagi bayonlarini qayta shakllantirish urinishining misollaridan biri bo'lib, Xitoy buning uchun har yili necha milliard dollar xarjlaydi. Amerika Davlat ishlar mahkamasi oldin qat'iy e'lon qilgan misli ko'rilmagan bir dokladda Xitoyning saxta uchurlarni tarqatish va shu orqali o'ziga foydasiz bayonlarni bostirish uchun mazmun setib olish, saxta personaj yaratish qatorliq jamoat fikrini shakllantirish taktikasi va texnikalar ko'rsatilgan. Amerika Davlat ishlar mahkamasining tashqi tashviqotga va saxta uchur tarqatish harakatlariga taqobil turishga mas'ul apparati bo'lmish Yer shariviy aloqa markazi bu vaqtda e'lon qilgan 58 betlik dokladida Xitoyning saxta uchur tarqatish harakatining oxirida dunyo miqyosidagi har qaysi allarning tadbir belgilashiga va Amerikaning manfaatiga ziyon yetkazganligi haqida ogohlantirgan. Bu markazning mudiri Jimmy Rubin mundaq degan: agar Xitoy hukumatining uchur suiiste'moli kontrol qilinmasa, dunyoning nurg'un joylarida Xitoyni tanqid qilgan fikrlarni bayon qilish erkinligini ziyonga uchirtishi, shundaqla yer shariviy uchur andisini o'zgartib, Amerikaning, uning do'stlarining va sheriklarining bexatarligi va muqimligiga buzg'unchilik qilishi mumkin. Biz bu dunyoda Orwellcha paket bilan to'qilmaning aralashmasini ko'rishni xohlamaymiz. Bu Amerika va dunyodagi nurg'un davlatlar tayinlayotgan tartibni vayron qiladi. Albuki Xitoy numus qilmasdan bu dokladni paket va haqiqatni burmilganlikdan saxta uchur tarqatishning dal o'zi deb ayiblagan. Türkiyədəki Anadolu Agentlik to'rining 5-oktyabrdagi xabariga ko'ra, Xitoyning diplomatiya ministri Wang Yi bilan Pokistonning diplomatiya ministri Jalil Abbas Jilani shu kuni Tibetda o'tkazilgan 3-qitimliq Himalayadan halqagan xalqaro hamkorlik munbirida ko'rishib, milliard dollarlik Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori qatorliq bir qator masalalarni muzokara qilgan. Egillanishicha, shu qitimliq ko'rishdan ilgari Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining tarkibidagi energiya, suv boyligini boshqarish va klimat o'zgarishi qatorliq sohalarda Pokiston bilan bo'lgan hamkorlikni yanada kengaytirishga urinmagan. Halbuki bu qitimliq ko'rishdan keyingi bayonotda mundaq deyilgan: ikki davlatning diplomatiya ministrlari o'zlarining Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori haqidagi va'dasini yana bir qitim ta'kidlab, yuqori qatlamli almashtirish va strategik aloqani kuchaytirib, davomli hamkorlashishga kafolat qilganlik to'g'risida va'da bergan. Express Tribune degan yerlik gazet Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining 11-navbatlik birlashma hamkorlik komitetining yig'in xotirasidan olgan naqlda Pokiston Xitoy ko'ngil bo'ladigan bir qator talablarni hal qilishga qo'shildi deyilgan. Ya'ni Xitoy o'zining Pokiston bilan ba'zi sohalardagi hamkorligini kengaytmaydiganligini bildirib, shu orqali Pokistonni o'zining shartlariga ko'ndirgan. Reuters agentlik to'rining 6-oktyabrdagi xabariga ko'ra, Washington pochtasi gazetining 5-oktyabr xabar qilishicha, Amerika hukumati kelar oy San-Fransiskoda Amerika prezidenti Jo Bayden bilan Xitoy raisi Shi Jinping o'rtasidagi ko'rishishni planlamoqda ekan. Xabarda ismini oshkorlashni xohlamagan yuqori darajalik Amerika amaldorlarining so'zi naql qilingan bo'lib, shulardan biri Bayden bilan Shi Jinpingning ko'rishish ehtimolligi to'liq yuqori. Biz hozir ko'rishish planini boshlayotimiz degan. Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasi Washington pochtasi gazetining xabariga Concord inkos qaytarmagan. Aksicha, elchixona bayonotchisi ilxat orqali yo'llangan bayonotda ikki davlat aloqani davomlashtirmoqda, samimiy hamkorlik kengaytirish kerak degan. Amerika hukumati hozircha bu xabarga inkos qaytarmagan. Bayden bilan Shi Jinping eng oxirgi qitim 2022-yil noyabrda Indoneziyada o'tkazilgan G20 boshliqlar yig'inida ko'rishgan. Bu Baydenning prezident bo'lgandan keyin Shi Jinping bilan tunji qitim yuz turani ko'rishish edi. Bayden vazifaga o'tirgandan keyin ikki taraf telefon va video yig'in orqali 5 qitim ko'rishgan. Xitoyning oliy bexatarlik apparati oldin qayda Shi Jinping bilan Bayden o'tirisidagi har qanday uchrashish uchun Amerikaning yetarli samimiyat ko'rsatishi zarurligini bildirgan. Bu yil 11-oyda San-Fransiskoda Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik boshliqlar yig'ini o'tkaziladigan bo'lib, Shi Jinping bu yig'inga qatnashishi mumkin.
Reuters agentlik torining 7 oktyabrdagi xabariga ko'ra, bu yil 9 oyda Xitoyning tashqi perevod zapasining qiymati 3 trillion 150 milliard dollarga tushib qolgan. 7 oktyabrdagi rasmiy sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, dollarning boshqa asosliq pullarga bo'lgan perevod nisbati o'lganlikdan Xitoyning tashqi perevod zapasi mo'ljaldagidan xili ko'p tuvallab ketgan. Dunyodagi eng ko'p tashqi perevod zapasiga ega davlat bo'lmish Xitoyning tashqi perevod zapasi oldin qayda 45 milliard dollar tuvallab 3 trillion 115 milliard dollarga tushib qolgan. Halbuki Reuters agentligining aloqador ray siniqida tahlilchilar bu miqdorning avgustdagi 3 trillion 160 milliard dollardan 3 trillion 130 milliard dollarga tushishini mo'ljallagan edi. 9 oyda Xitoy pulining Amerika dollariga bo'lgan perevod nisbati 0,5% tövenlagan. Amerika dollarining boshqa asosiy pullarga bo'lgan perevod nisbati bo'lsa 0,12% oshgan. Xitoyning oltin zapasining qiymati 8 oyning oxiridagi 135 milliard 222 million dollardan 9 oyning oxirida 131 milliard 790 million dollarga tushib qolgan. Nikkei Asiya torining 8 oktyabrdagi xabariga ko'ra, Hamasning 7 oktyabr Isroilga qilgan tuyuqsiz hujumi Osiyo ellarining hukumatlarida ahangi va mazmuni ancha farqlanib ketmaydigan inkoslarni qo'zg'agan. Rossiya Ukraina urushida kuchli pragmatizmlik tutum izhor qilib, betaraf turib kelgan Hindiston bosh ministri Narendra Modi asriga Twitter'dagi yozmasida mundaq degan: "Biz Isroilga qilingan terrorlik hujum to'g'risidagi xabardan qattiq cho'chib ketdik. O'y-xayolimiz va duolarimiz begunoh ziyonkashlik uchiruvchilar va ularning oila tavobatlari bilan birgadir." Xitoy diplomatiya ministerligi 8 oktyabr Xitoyning bu voqeadan qattiq andish qilayotganligini bildirish bilan bir vaqtda aloqador taraflarni o'zini tutishga, dushmanlashishni darhol to'xtatishga, fuqarolarni qo'g'dashga va vaziyatning texmi yomonlashishining oldini olishga chaqirgan. Singapur tashqi ishlar ministerligi 7 oktyabr bayonot e'lon qilib, Singapur G'azzadan Isroilga qilingan raketa hujumi va terrorlik hujumlarini qattiq ayblaydi degan. Tailandning muavin diplomatiya ministri Jakapon Sangmani Twitterda o'zining begunoh kishilarning hayotiga zamin bo'lgan bu qarquyi hujumni ayblaydiganligini bildirgan. Nepal tashqi ishlar ministerligi o'zining Isroiliya bilan hamnafas ekanligini ta'kidlash bilan bir vaqtda 14 Nepal fuqarosi ishlayotgan dehqonchilik maydonining hujumga uchraganligini bildirib, 9 nepallik yaralangan, ikkisining ahvoli og'ir degan. Yaponiya tashqi ishlar ministerligi Hamas va boshqa Falastin qurolli kuchlarining Isroilga ko'p qatim raketa atganligini va G'azza rayonidan Isroiliya zaminiga singib kirganligini kuchli ayblaydiganligini bildirgan. Amerikaning ittifoqdoshi Koreya bayonot e'lon qilib, G'azzadan Isroilga qartilgan qarquyi hujumlarni qattiq ayblagan. Ba'zi tahlilchilar dunyo miqyosidagi hukumatlarning yuqoridagi tutumlarini nazarda tutgan holda mundaq deb qarashgan: Hamasning bu qatimliq hujumini Yaponiyaning Havayga qilgan Pearl Harbor hujumiga o'xshatishga bo'ladi. Dunyoda danqi bor Isroiliya istixborot apparatining Hamasning hujumidan tamoman bexabar qilish mumkin emas. Shuning uchun Hamasning bu qatimliq hujumi Isroiliyaning Falastinga texim qattiq zarba berishi, hatto Falastin zaminlarini texim ichkirlab besib olish uchun bahona bo'lib qoldi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, xo'sh. Allohga emanet.